Assalomu alaykum savoqdoshlar. Bugungi yangi darsimizga xush keldinglar. Bugungi Türkçe grammatik darsimizning temasi ko'rib o'tganinglardek ism jumla. Ism jumla. Endi bu ism jumla deganimiz nima degan vaqtimizda buni biz o'zimizning Uyg'urcha tilimiz bilan solishtirib baqsak, biz odatda Uyg'urchada oddiy bo'lgan zamonlardagi, ya'ni odatdagi zamondagi jumlalarni tuzgan vaqtimizda biz jumlalarning oxirisiga odatda qo'shimcha ekanmaymiz. Masalan, men o'quvchi desam, shundaqmi savoqdoshlar? Men o'quvchi bir jumla tuzilgan bo'ldi, ya'ni odatdagi zamondagi bir turkchadagi ism jumla degan tariqada bir jumla tuzilgan bo'ldi. Lekin keyiniga bir qo'shimcha akaldikmi, akanmidik. Men dedim, uning keyin o'quvchi degan ismni akab qo'ydik. Shuning bilan bir qanday jumla tuzilgan bo'ldi, ya'ni ism jumla degan bir jumla tuzilgan bo'ldi. Ammo Uyg'urchada buning oxiriga biz har qanday bir qo'shimcha qo'shmadik. Faqat men va o'quvchi degan ikki so'zni qo'ydik, bir jumla tuzilgan bo'ldi. Undan boshqa biz oldingi darslarimizni so'zlab o'tganimizdek, o'rin kelish qo'shimchasi qo'shiladigan shundaq jumlalarni o'rganib o'tdik savoqdoshlar. Ya'ni shu jumlalarni kelgan vaqtimizda Uyg'urchada nima deydi ekanmiz? Men u yerda, bu yerda desak, men uyda, men maktabda deblam gap tugagan bo'ldi. Ammo turkchada men u yerda, bu yerda degandek jumlalardimi men u yerda, bu yerda deblam dada, tata qo'shimchasi qo'shgandan keyin tugamasdan jumlalar biz uning keynigimi ma'lum qo'shimcha qo'shish orqali ism jumla shakli bo'yicha ifodalaymiz. Endi normal sharoitda bizning Uyg'urchada ism jumla tuzgan vaqtimizda bu jumlaning oxirisiga boshqa qo'shimcha kelmagandek ko'ringan bilan bizdami ba'zi vaqtlarda bu jumlaning oxirisiga qo'shimcha qo'shilgan ahvollar bor. Misol, men bir o'quvchiman. Men o'g'il bolaman. Ya'ni men asli o'g'il bola desammi jumla tugaydi shundaqmi? Ammo bizning ba'zi yerlarda bizmi qandaq deganda bu jumlalarning oxirini mushundaqlam tugitib qo'ymasdan qo'shimcha qo'shadigan joylarimiz bor. Hozir deb o'tganimizdek, men Uyg'urman, men Uyg'ur bolasiman degandek bizmi ba'zan jumlalarning oxirisiga ma'lum qo'shimchalarni qo'shimiz. Shuningga o'xshash biz odatdagi zamonlarda jumla tuzgan vaqtimizda, ya'ni bu ism jumla deganimiz tariqada jumla tuzgan vaqtimizda turkchada jumlaning oxirisiga shu ismlarning, so'zlarning oxirisiga ma'lum qo'shimchalarni qo'shimiz. Endi bu qo'shimchalarningki shakli hozir sizlar do'stlar ko'rib o'tgandek bir necha xil bo'ladi. Biz buningki grammatikalik shakllariga qarab boqaylik savoqdoshlar. Biz boshqa darslarimizdagi grammatikalik qoidalarimizni so'zlab o'tganimizga o'xshashlam bu ism jumla degan bu qoidamizni o'xshashlar biz shu ifodalamoqchi bo'lgan shu ismning so'zning yanalam oxirgi bo'g'imiga qaraymiz savoqdoshlar. Mayli u oxirgi bo'g'imdagi tugagan harf bo'lsin yoki oxirgi bo'g'imning tarkibidagi bir so'ziq tovush bo'lsin, biz shu bo'g'imlarning tarkibidagi yanalam shu so'ziq tovushlarga asosan bu ko'rib o'tganinglardek ma'lum qo'shimchalarning mas holdagi shaklini shu jumlaning oxiriga qo'shimiz. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda hozir sizlar ko'rayotgandek birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxs birliklar va birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxsning ko'pliklari bor ekan savoqdoshlar. Va buning yon tarafga qarasak, benning oxirisi nima debdimiz? Im, Senning kendincho sin, sin, sun degandek qo'shimchalar kelibdi. Endi bu qo'shimchalar nima degan gap va yoki buni qanday tanlaymiz, qanday qo'shimiz degan vaqtimizda savoqdoshlar, buning ustiga qarasak, mayaga biz nima degan edik? Turkchada 8 dona so'ziq tovush bor degan edik. A, I, O, U, Ö dan iborat biz buni 4 guruhiga ayirib oldik savoqdoshlar. Agarda bizningki shu ifodalamoqchi bo'lgan jumlamizdagi shu ism so'zning oxirgi bo'g'imida A, I degan harflar bo'lsa, birinchi shaxslik jumlalarda, ya'ni men deb boshlagan jumlangiz bo'lsa, A, I bilan tugagan yoki oxirgi bo'g'imida A, I bo'lgan shu so'zlar, ismlar bo'lgan jumla bo'lib qolsa, qo'shimchasi qo'shimiz, I bo'lib qolsa, im qo'shimchasi qo'shimiz, O, U bo'lib qolsa, qo'shimchasi, Ö bo'lib qolsa, qo'shimchasi qo'shimiz. Ikkinchi shaxs, ya'ni sen deydigan jumla bo'lib qolsa, oxirgi bo'g'imida A, I bo'lib qolsa, sin, I bo'lib qolsa, sin, O, U bo'lib qolsa, sun, Ö bo'lib qolsa, sundan iborat bu qo'shimchalarni qo'shimiz degan gap savoqdoshlar. O deganimiz nima? Uchinchi shaxs birlik. O'ga qarasak siziq tortib qo'yapmiz. Ya'ni bu o uchinchi shaxs birlikdagi ism jumlalarida hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi savoqdoshlar. Shuni bilib olsak bo'ladi. Ya'ni uchinchi shaxs mustasno. Biz hozir birlikdan birinchi, ikkinchi shaxsnikini ko'rib o'tgan bo'ldik. Shu bo'yicha bilib olsak bo'ladi. Ya'ni bizning ifodalamoqchi bo'lgan shu jumlamizdagi shu ism so'z. Ya'ni masalan Uyg'urchada men o'quvchi desam, men o'quvchi tugaydi ekan shundaqmi savoqdoshlar. Endi turkchada men o'quvchi deb bir jumla tuzmoqchi bo'lsam, o'quvchi degan so'zga qaraydi ekanman va buning qayerga qaraydi ekanman? Oxirgi bo'g'imiga qaraydi ekanman.
Ya'ni o'quvchi degan shu ismning oxirgi bo'g'imi qaraydi ekanmi? Mayli u oxirgi bo'g'imidagi tugagan harf bo'lsin yoki shu oxirgi bo'g'imining tarkibidagi harf bo'lsin, men shu oxirgi bo'g'imidagi qaysi harflar qaraydi ekanman? So'ziq harflarga qaraydi ekanman. So'ziq harflarga qarab, men o'quvchi deblam tugatmasdan shu so'zning oxiridagi so'ziq tovushlarga qarab turib, mas holdagi bu qo'shimchalarni shu ismning so'zning oxirgi qo'sh orqali normal bo'lgan bir jumlani tamomlaydi ekanman. Endi bu nima degan gap desak, saboqdoshlar, diqqatda, mayoqqa qaraydigan bo'lsak, o'ranchi deb bir misol bor ekan, o'ranchi. O'ranchi deganimiz nima? O'quvchi degan gap. Odatda Uyg'urcha tafakkur bo'yicha buning oldiga men agar men degan so'zni qo'ysam, shundaqmi saboqdoshlar? Ben öğrenci. Uyg'urcha tafakkur bo'yicha bu jumla meshadi tugidi. Men o'quvchi degan bo'yicha bu jumla tugidi. Ammo turkchada qanday qiladi ekan? Bu jumla tugimaydi ekan. Buning keyniga bu qoidalar bo'yicha mas bo'lgan qo'shimchalarni qo'shish orqali uningdan keyin bu jumlani tugitadi ekanmiz saboqdoshlar. Undaqda biz bu so'zning oxirgi bo'g'imini qarab boqaylik. Oxirgi bo'g'imi nima ekan saboqdoshlar? O'ranchi. Ji deganimiz buning oxirgi bo'g'imi ekan, ha? Undaqda buning tarkibidagi so'ziq tovush nima? Qaraydigan bo'lsak, i so'ziq harfi bor ekan, shundaqmi saboqdoshlar? I. I'dan iborat so'ziq tovush. Undaqda ben birinchi shaxs birlik. Mayaga qaraymiz, ha? Ben deganimiz nima? Men deganga birinchi shaxs birlik. Undaqda buningki oxirgi bo'g'imida qaysi so'ziq tovush kelyapti? I so'ziq tovushi. I so'ziq tovushi bo'lib qolsa, oxirisiga nima qo'shisiz debdi saboqdoshlar? Im qo'shimchasi qo'yish orqali jumlani tamomlaysiz debdi. Undaqda biz bununla im qo'shimchasini qo'shaylik. Ben öğrenciyim. Tugidi. Ammo ben öğrenciyim. Bu jumla hozir to'g'ri bo'ldimi saboqdoshlar? Qarasak bir yerlari qamlashmagandek, ben öğrenciyim. Qarasak i va i har ikkisi nima? So'ziq tovush. Ikki so'ziq tovush bir yerga kelib qolibdi, shundaqmi? Biz oldingi darslarimizda nimani so'zlab o'tgan edik? Bu qo'shimchalar qo'shilgan vaqtida ikki so'ziq tovush bir yerga kelib qolsa, bularni bir-biridan ayirish uchun bir dona nima? Yarashtiruvchi harf deb bir harfni o'tgan edik. Nimati bu harfning ismi? Y harfi. Shundaqmi? Ikki so'ziq tovush bir yerga kelib qolgan vaqtida biz ularni ayirish uchun o'ttirisiga nima qo'yatdik? Y harfi qo'yatdik. Shuning bilan normal bo'lgan ism jumlalik bir jumla tuzgan bo'ldik. Ben öğrenciyim. Ben öğrenciyim. Tushunishlik bo'ldimi saboqdoshlar? Ya'ni birinchi shaxs birlikdagi normal bo'lgan bir ism jumlalik bir jumla tuzgan bo'ldik saboqdoshlar. Endi buni agar sen desakcho, ya'ni ikkinchi shaxs birlik bo'yicha desakcho, sen öğrenci. Uyg'urcha tafakkur bo'yicha bu jumla meshada tugidi. Shundaqmi? Sen o'quvchi dedik, gap tugidi. Ammo turkchada qanday qiladi ekan? Bu gap bu yerda tugimaydi ekan. Biz keyiniga buningki qanday qiladi ekanmiz? Qo'shimcha qo'yishimiz kerak ekan. Undaqda biz buni sen deb boqaylik saboqdoshlar. Sen öğrenci. Nima deyishim kerak? Ya'ni oxirgi bo'g'imi nima? Buningki i. I bo'lganligi uchun oxirgi bo'g'imida i dan iborat bu so'ziq tovushlar kelib qolsa, ikkinchi shaxs birlik, ya'ni sen degan jumlada qanday qiladi ekanmiz? Buning tartibiga qaraydigan bo'lsak, i'ning mas holdagi ikkinchi shaxs birlikdagi mas holdagi qo'shimchasi nima ekan saboqdoshlar? Sin. Undaqda buni qo'ydik bu yerga. Sen öğrencisin. Shundaqmi? Sen öğrencisin. Ya'ni normal bo'lgan ikkinchi shaxs birlikda bir ism jumla tuzgan bo'ldik, ha saboqdoshlar. Mushuningga o'xshash asli qaraydigan bo'lsak, endi buningki ko'plik shakllari bor ekan, ha saboqdoshlar, ko'plik shakllari. Ya'ni nima? Birinchi shaxs ko'plik, biz, ikkinchi shaxs ko'plik, siz, uchinchi shaxs ko'plik, onlar debdimiz. Ya'ni bularning mas holdagi qo'shimchalari bu yerga yozibdimiz, ha saboqdoshlar. A bo'lib qolsa, iz, i bo'lib qolsa, iz, u bo'lib qolsa, uz, u bo'lib qolsa, üz. Oxirgi bo'g'imida a bo'lib qolsa, ikkinchi shaxs ko'plikda siniz, i bo'lib qolsa, siniz, u bo'lib qolsa, sunuz, u bo'lib qolsa, sunuz. Uchinchi shaxs ko'plikda qaraydigan bo'lsak, uchinchi shaxs birlikda nima degan edik? Mustasno, hech qanday qo'shimcha kelmaydi degan edik, ha saboqdoshlar. Endi uchinchi shaxs ko'plikda desak, tirnoq ichida lar yozilibdi, saboqdoshlar. Bu nima degan gap desak, uchinchi shaxs ko'plikda odatda biz keyiniga jumlalarga qo'shimcha olmasaqmi bo'ladi. Ya'ni normaldimi ko'pincha elinmaydi. Agar men qo'shimcha qo'yishim kerak deydigan bo'lib qolsa, lar yoki larninki muvofiq shakllarini qo'yib qo'ysak bo'ladi. Bu lar yoki larning qaysini qo'yish kerakligimizni qanday bilmaymiz degan vaqtimizda biz
ismlarning ko'plik qo'shimcha degan darsimiz so'zlagan edik, savatdoshlar. Shu darsimizdagi qoidalarga asosan siz larlarninki muvofiq shaklni shu bo'yicha ishlatsangiz bo'ladi. Ammo deb o'tganimizdek normalda bu bak ishlatilmaydi, qo'ymasaqmi bo'ladi. Endi biz hozir bu ko'rib o'tganimizning ko'plik shakllari bo'yicha bu o'ranchi degan bu ismga ism jumla qo'shimchasi qo'shib qo'yaylik, savatdoshlar. Biz o'ranchi Uyg'urcha bo'yicha to'g'ri bu, shundaqmi? Biz o'quvchi, endi biz buningga birinchi shaxs ko'plik bo'yicha desak, biz o'quvchi deydigan bo'lsak, nima qo'shimcha qo'shimiz degan vaqtimizda oxirgi bo'g'imi nima deb buningki G, so'ziq tovush nima deb savatdoshlar? I. Undaqda birinchi shaxs ko'plik, ya'ni biz degan vaqtimizda oxirgi bo'g'imida I kelib qolsa nima bo'ladi ekan buningki? Is qo'shimcha qo'shadi ekanmiz. Bu yerga qo'shgan bo'layli. Is. Biz o'ranchi is. Yana qarasak I va I'dan iborat ikki so'ziq tovush kelib qoldi. Shundaq vaqtda qanday qilatdik biz? Yanalam yarashtirg'ich harf deganimiz Y harfini qo'yatdik. Shuning bilan nima bo'ldi bu? Biz o'ranchiyiz deb ism jumlalik jumlamiz mushu bo'yicha oyoqlashgan bo'ldi. Endi buni ikkinchi shaxs ko'plik bo'yicha deb baqsaqchi, siz o'ranchi oxirgi bo'g'imi G I'ninki ikkinchi shaxs ko'plikdagi qo'shimchasi nima ekan savatdoshlar? Siniz. Undaqda nima bo'ldi bu? Siz o'ranchisiniz deb normal bir jumlani mushu bo'yicha tamomlagan bo'ldik. Keyingi misol qarab boqaylik. Uyg'ur. Uyg'urcha nima deymiz biz? Men Uyg'ur. Jumla mushu yerda tugaydi, shundaqmi? Ammo turkchada qanday qiladi ekan savatdoshlar? Bu yerda tugamaydi ekan. Biz buning oxirisiga muvofiq shakldagi qo'shimchalarni qo'shar ekanmiz. Men Uyg'ur desam turkcha nima deyman? Ben Uyg'ur. Oxirgi bo'g'imi nima ekan savatdoshlar? Gur degan bu bo'g'im ekan savatdoshlar. Bu bo'g'imning tarkibidagi so'ziq tovush nima savatdoshlar? U. Uga qaraydigan bo'lsak, u birinchi shaxs birlikda, ya'ni men degan jumlamizda u bo'lib qolsa, oxirgi bo'g'imlarida nima qo'shimcha qo'shadi ekanmiz? Qo'shimchasi qo'shadi ekanmiz. Shuning bilan nima bo'lib ketdi bu savatdoshlar? Ben Uyg'urum. Qo'shimchasini bu yerga akeldim. Shuning bilan jumlamiz tamomlangan bo'ldi. Ben Uyg'urum. Ben Uyg'urum. Ben Uyg'urum. Sen desakchi, sen Uyg'ur, ikkinchi shaxs birlikdagi u kelsa nima bo'ladi ekan savatdoshlar? Sun. Sen Uyg'ursun. Birinchi shaxs ko'plikda desakchi, biz Uyg'ur demoqchi bo'lsakchi, biz Uyg'ur, biz degan, ya'ni birinchi shaxs ko'plikdagi buningki tartibiga qarasak savatdoshlar, oxirgi bo'g'imi u bo'lib qolsa nima bo'ladi ekan bu? Uz. Biz Uyg'ur Biz Uyg'uruz. Biz Uyg'uruz. Agar sizlar Uyg'ur desakchi, siz Uyg'ur, u bilan oyoqlasi nima bo'ladi ekan? Ikkinchi shaxs ko'plikda sunuz. Siz Uyg'ur sunuz degan mushu bo'yicha yozamiz. Sütçü. Sütçü degan nima? Uyg'urchadagi sütçe degan gap, savatdoshlar. Agar men sütçe desam nima deyman? Ben sütçü. Oxirgi bo'g'imni qaraymiz degandik. Oxirgi bo'g'imida nima bor ekan savatdoshlar? Ü so'ziq tovushi bor ekan. Ü so'ziq tovushi bo'lsa, birinchi shaxs birlikda nima qo'shadi ekanmiz? Qo'shimchasi qo'shadi ekanmiz. Ben sütçüyüm. Ben sütçüyüm. To'g'rimi? Qaraydigan bo'lsak, yana bir yerlari binormal. Ikki so'ziq tovush bir yerga kelib qopti, ya'ni ü bo'lib qopti. Qanday qilatdik? Yarashtirg'uchi harfimiz Y harfini qo'yatdik. Ben sütçüyüm. Ya'ni men sütçü. Sen sütçü desamchi, sen sütçü, senning muvofiq shakldagi ö bilan oyoqlasini bo'ladi ekan savatdoshlar? Sün. Sen sütçüsün. Biz desakchi, biz sütçü, ö bilan oyoqlasini bo'ladi ekan üz. Biz sütçüyüz. Ammo qaraydigan bo'lsak, ya'ni u bilan u qanday bo'lib qoldi? Zidlashib qoldi. Ikki so'ziq tovush bir yerga kelib qoldi. Qanday qilamiz? Yarashtirg'ich harf Y harfini qo'yib qo'ydik. Biz sütçüyüz degan gap bo'ldi. Agar sizlar sütçe desakchi, siz sütçü, u bilan oyoqlasa, ikkinchi shaxs ko'plikda nima deydi ekanmiz? Sünüz. Siz sütçüsünüz. Deb bu jumlamizni ism jumla bilan mushundaq oyoqlashtirgan bo'ldik. Keyin qarasak savatdoshlar, okulda. Okulda. Nima degan gap bu? Maktabda degan gap. Men maktabda desam nima deyman? Ben okulda
Qarasak, oxirgi bo'g'imi nima ekan savoqdoshlar? Da. Buning tarkibidagi so'ziq tovush nima? A so'ziq tovushi. Birinchi shaxs birlikda, ya'ni men degan jumlamizda oxirgi bo'g'imi A, I bo'lib qolsa nima bo'ladi ekan savoqdoshlar? Shuning bilan nima bo'ldi bu? Ben okuldayım. Ammo yana qaraydigan bo'lsak, A mı so'ziq tovush, I mı so'ziq tovush. Ikkisi zidlashib qoldini qanday qilamiz? Y harfini qo'yamiz. Yarashtiruvchi harfimiz Y harfini qo'yamiz. Ben okuldayım. Qanday? Men maktabda. Sen maktabda desamchi, sen okulda A bilan ayollar nima bo'ladi ekan savoqdoshlar? Sin. Sen okuldasın. Biz desakchi, biz okuldayız. Yana qanday bo'ldi? Ikki so'ziq tovush zidlashib qoldi. Qanday qilamiz? Y harfini keldik. Biz okuldayız. Biz maktabda. Siz okuldasınız. Siz okuldasınız. Sizlar maktabda degandan iborat. Biz birinchi shaxs birlik, ko'plik, ikkinchi shaxs birlik, ko'plik shakllarda bu so'zlarga qo'shimcha qo'shish orqali normal bo'lgan bir ism jumla tuzib chiqqan bo'ldik, savoqdoshlar. Endi biz hozir ism jumlalardagi bo'lishliq jumla shaklini so'zlab o'tgan bo'ldik, shundaqmi savoqdoshlar? Masalan, nima dedik? Men o'quvchi dedik, men uyda, men maktabda, men Uyg'ur degandek hammasi qandaq bo'lishliq bayon jumlalarining shaklini so'zlab o'tgan bo'ldik. Endi buning savol shakli qandaq bo'ladi? Ya'ni bo'lishliq savol shakli. Ya'ni men o'quvchimi, men Uyg'urmi degandek bundaq savollarni qandaq so'raymiz degan vaqtimizda biz oldingi darslarimizda savol qo'shimchalarini so'zlab o'tgan edik. Shundaqmi savoqdoshlar? Mi, mi, mu, mu'dan iborat 4 xil savol qo'shimchasi borligini, Uyg'urchada faqatla mu degan qo'shimcha borligini, ammo turkchada shu yalalam biz so'zlab o'tganimizdek shu so'ramoqchi bo'lgan so'zning ismning oxirgi bo'g'imiga qarab turib mi, mi, mu, mu'dan iborat 4 xil so'roq qo'shimchasiningki muvofiq shaklni qo'ydiganligimizni so'zlab o'tgan edik. Shundaqmi savoqdoshlar? Endi bu ism jumlada, ya'ni bu savollar qanday bo'ladi degan vaqtimizda biz shu ismning, ya'ni so'ramoqchi bo'lgan shu ismning so'zning oxirisiga mi, mu, mu'dan iborat shu savol qo'shimchalarining muvofiqini qo'yamiz, savoqdoshlar. Ya'ni shu so'ramoqchi bo'lgan ism bilan hozir biz bu yerda qo'shmoqchi bo'lgan shu qo'shimchalarning o'ttirisiga u savol qo'shimchalari keladi. Masalan, ben öğrenciyim. Tarjimasi nima? Men o'quvchi degan gap. Men o'quvchimi deb so'ramoqchi bo'lsak, nima deydi ekanmiz savoqdoshlar? Shu ism bilan shu qo'shimchaning o'ttirisiga kiradi dedik, Öğrenci bilan shu qo'shimchaning o'ttirisiga kiradi dedik. Ben öğrenci. Buningki muvofiq shakldagi savol qo'shimchasi nima bo'ladi savoqdoshlar? Oxirgi bo'g'imi G. Buning tarkibidagi so'ziq tovush nima edi? I. I bo'lganligi uchun buningki muvofiq savol qo'shimchasi nima bo'lishi kerak? Mi. Shundaqmi? Ben öğrenci miyim? Tushunishlik? Ben öğrenci miyim? Men o'quvchimmi deganimizdek shu ism so'z bilan bu qo'shimchalarning o'ttirisiga mi, mu, mu'ninki muvofiq shaklni qo'ygandan keyin uning keyindan bu qo'shimchalarni qo'shamiz. Masalan, ostidagi misol qarab boqayli, Uyg'ur. Ben Uyg'urum dedik, shundaqmi? Men Uyg'ur. Men Uyg'urmi desak nima deymiz? Ben Uyg'ur. Bu u so'ziq tovushi bo'lganligi uchun nima keldi savoqdoshlar buning o'ttirisiga? Mu. Ben Uyg'urmuyum. Ben Uyg'urmuyum. Tushunishlik? Keyingi misol qarasaqchi, ben sütçüyüm deb ekanmiz. Men sütçümu desak nima deymiz? Ben sütçümüyüm. Ben sütçümüyüm. Ya'ni shu ism bilan shu qo'shimchaning, ya'ni ism jumla qo'shimchasining o'ttirisiga muvofiq shakldagi so'roq qo'shimchasini qo'yamiz savoqdoshlar. Tushunishlik? Ben okuldayım. Ben okulda. A so'ziq tovushi bo'lganligi uchun masaldagi savol qo'shimchasi nima buningki? Mi. Ben okulda mıyım? Ben okulda mıyım? Men maktabdami deganga o'xshash biz ism jumladagi bo'lishliq bayon savollarini mushubuchi so'raymiz. Endi buningki inkor, ya'ni bo'lishsiz bayon jumla shakli qanday bo'ladi deganimizda değil degan so'zni ko'pinchamiz bilamiz savoqdoshlar. Bo'lishsiz bayon jumla shaklida biz shu ifodalamoqchi bo'lgan ismning so'zning oxiriga değilni qo'ygandan keyin
isim cümledeki muvafiq bo'lgan qo'shimchalarni qo'shimiz. Ya'ni igi keldi va shu biz demoqchi bo'lgan, ifodalamoqchi bo'lgan ism so'z keldi, uning keynidan deylni qo'yamiz, uning keynidan qo'shimchani qo'shimiz. Tushunishlik? Biz nima degani edik? Shu so'zningki oxiriga qaraymiz, oxiridagi bo'g'imidagi so'ziq tovushlarga asosan mas holdagi bu qo'shimchani qo'shimiz degan edik. Ha, saboqdoshlar. Endi bulutsiz bayon jumlada, ya'ni undaq emas, men o'quvchi emas degandek mundaq jumlalarda biz deylni shu ifodalamoqchi bo'lgan o'quvchi, Uyg'ur degandek shu ismlarning keyniga qo'ygandan keyin qanday qiladi ekanmiz? Uningdan keyin ism jumla qo'shimchasini qo'shadi ekanmiz. Endi qaraydigan bo'lsak, deyl deganimizning oxirgi bo'g'imi nima ekan saboqdoshlar? Hil. Buning tarkibida nima bor? I so'ziq tovushi. I so'ziq tovushi bo'lgan ekan, buningki mas holdagi shakllari nima bo'ladi ekan? Im, sin, iz, siniz. Ya'ni demoqchi bo'lganimiz, bulutsiz bayon jumlalarda, ya'ni deyl kelgan jumlalarda biz faqat bu guruhdagi qo'shimchalarni ishlatamiz, saboqdoshlar. Bu guruhdagi qo'shimchalarni ishlatamiz. Ya'ni ai guruhidagi qo'shimchalarni, ya'ni im, sin, iz, sinizdan iborat bu qo'shimchalarningki muvofiqini ishlatamiz. Boshqalar bilan ishimiz yo'q. İnkar, ya'ni bulutsiz jumlalarda. Nimishqa sababi? Chunki buning oxirgi bo'g'imida i'dan iborat bu so'ziq tovush bo'lganligi uchun i so'ziq tovushi bu yerda bor. Shundaqmi saboqdoshlar? Shuning uchun bizga faqat lozimligi bu guruhdagi qo'shimchalar. Boshqa qo'shimchalar bizga lozim emas. Shu bo'yicha deb baqsaq saboqdoshlar, ben o'rangiyim. Nima dedik? Men o'quvchi. Men o'quvchi emas desamchi, ben o'rangi deyil. Ben o'rangi deyil. Ben bo'lganlik uchun nima? Im keldi. Ben o'rangi değilim. Sen öğrenci değilsin. Biz öğrenci değiliz. Siz öğrenci değilsiniz. Tushunishlik? Men emas, u emas, bu emas degandek. Ya'ni demoqchi bo'lganimiz, bu so'zlar, ya'ni ifodalamoqchi bo'lgan bu so'zlarning oxirgi bo'g'imi nima bo'lib ketishidan qat'iy nazar, shundaqmi? Xolisa i bo'lsin, xolisa u bo'lsin, xolisa uy bo'lsin, buning bilan bizningki qanday aloqamiz yo'q. Faqat biz deyil, emas turli gap qilgan vaqtimizda bizniki qo'shadigan qo'shimchalarimiz bu guruh ekan degandan iborat. Shuni bilib olsak bo'ldi, saboqdoshlar. Endi yana bir qiladigan nuqtamiz qaysi deganimizda bulutsiz savol jumla. Bulutsiz savol jumla. Ya'ni sen o'quvchi emasmi? Men Uyg'ur emasmi? Degandek bulutsiz bayon jumlalarni qanday so'raymiz degan vaqtimizda shu igining keynidan kelgan shu ifodalamoqchi bo'lgan ism so'zning oxirisidan deyl qo'ydik, saboqdoshlar. Deylning keyniga savol qo'shimchamiz bo'lgan meni qo'yamiz. Uning keynidan ism jumla qo'shimchasini qo'shamiz, saboqdoshlar. Tushunishlik? Ya'ni boshda nima keladi ekan? Shu ism keladi ekan, ismning keynidan deylmi? Ya'ni deylmi? Buni biz qo'shib o'taylik hozir, saboqdoshlar. Deylmi? Uning keynidan muvofiq bo'lgan bu qo'shimchalar keladi ekan. Ya'ni bu inkor, ya'ni bulutsiz savol shaklidami bizning qo'llanilgan qo'shimchamiz shu 4 qo'shimcha, saboqdoshlar. Im, sin, iz, sinizdan iborat. Sababi nima? Bu mening oxirisimi nima? I so'ziq tovushi bo'lganligi uchun i so'ziq tovushining muvofiq shakldagi ism jumla qo'shimchalari bular bo'lganligi uchun biz shu guruhni ham ishlatamiz. Boshqasi bilan bizningki ishimiz yo'q. Undaqda biz bu jumlalarni yana bir qatim turlab boqaylik, saboqdoshlar. Ben öğrenci. Ben öğrenci. Ben öğrenci. Men o'quvchi deb gap qilmoqchi. Buni bayon biz deb o'tganimizdek, agar buni bulutsiz bayon jumlasak nima deydik saboqdoshlar? Ben öğrenci değilim. Shundaqmi? Shu ismning oxirisiga deyil qo'ygandan keyin uning keynidan bu qo'shimchalarni qo'shimiz degan edik. Ben öğrenci değilim desek, men o'quvchi emasdan iborat nima bo'ldi? Bulutsiz bayon jumla tuzgan bo'ldik. Endi men o'quvchi emasmi deb so'ramoqchi bo'lsak, nima dedik biz? Igi keladi, shu biz demoqchi bo'lgan, aniqlamoqchi bo'lgan shu ism so'z keladi, uning oxirisi nima keladi dedik biz? Değilmi? Bu keladi. Uning keynidan muvofiq bo'lgan bu qo'shimchalar keladi dedik, saboqdoshlar. Ben öğrenci değilmi? Gap tugudimi? Tugimidi. Endi buning keynidan biz muvofiq bo'lgan ism jumla qo'shimchasini qo'shishimiz kerak.
Ben deganimiz nima edi savoqdaşlar? Birinchi shaxs birlik. Birinchi shaxs birlikdagi a'ning muvofiq shakldagi ism jumla qo'shimchasi nima edi? Im. Undaqda bu jumlamizning oxirisiga nima? Im qo'shimchasini qo'shaylik. Ben öğrenci değil miyim bo'lib qoldi. Qarasak, yana bir yerlari kamtuk. Sababi ikki so'zoq tovush bir yer kelib qolganligi uchun. Nima qo'yatdik bu yerga? Y'dan iborat yarashtiruvchi harfimizni qo'yatdik va endi buning oxirisi nima bo'ldi savoqdaşlar? Savol belgisi. Ben öğrenci değil miyim? Men o'quvchi emasmi? Yana o'xshash bo'yicha deb baqsaqchi, ben Uygur değil miyim? Ben sütçü değil miyim? Ben okulda değil miyim? Başka şəxslərə nima deb baqsaq, sen öğrenci değil misin? Sen o'quvchi emasmi? Biz öğrenci değil miyiz? Siz öğrenci değil misiniz? Biz Uygur değil miyiz? Sen Uygur değil misin? Siz Uygur değil misiniz? Deganga o'xshash mushu qoidalar bo'yicha turlab chiqsak bo'ladi savoqdoshlar. Balkim ba'zi savoqdoshlar qaymib qolgan bo'lishi mumkin, ammo darsni takrorlab yana bir qatim ko'rib baqsak savoqdoshlar bu darsninki intayin tushunchli ekanligini bayqaymiz. Faqatlam bizning bilib olishga tegishli bo'lgan nuqtamiz qaysi ekan? Grammatikalik qoidalarga asosan shu so'zning oxirgi bo'g'imiga qarab turib, bu yerdagi qo'shimchalarning muvofiqini keyinga qo'shib qo'ysaqlam, biz normal bo'lgan ism jumla tuzgan bo'lamiz savoqdoshlar. Yana buni yaxshi o'zlashtirish uchun qanday qilishimiz kerak? O'zimiz nurg'ulg'an misollarni, mashqlarni ishlab beqishimiz, jumlalarni tuzib beqishimiz kerak. Yani mashq bo'lmay turib savoqdoshlar bizning olg'il girilishimiz qiyinga to'xtab qoladi. Shuning bilan hozirgacha nechilagan grammatikalik qoidalarni so'zlab o'tgan bo'ldik savoqdoshlar. Balkim ba'zi savoqdoshlarningki o'yiga mundaq o'y kelib qolgan bo'lishi mumkin. Mushuning o'xshagan qo'shimcha qo'shadigan qoidalarda biz har vaqt bu so'zlarningki oxirgi bo'g'imiga qarab so'zoq tovushmi yoki qaysi so'zoq tovush a-imi, a-imi, o-umi, ö-imi biz mushular qarab turib har qatim mushuning asosan muomala qilgan o'xshaymizmi degandek ba'zan savollar kelib qolgan bo'lishi mumkin. Ammo hozirgi bizningki bu qilayotganimiz nima? O'rganish bosqichi. O'rganish bosqichi bo'lganligimiz uchun biz masalalarga mushu grammatikalik qoidalarni va so'zlarning mushu oxirdagi bo'g'imlariga, so'zoq tovushlar qarab turib muomala qilamiz. Ammo siz ma'lum, ya'ni bu mashqlarni ishlab, o'zingiz ma'lum darajalik jumlalarni tuzib, ma'lum bir bosqichga yetgandan keyin bularninki biz diqqat qilib o'tirishning hojati bormi? Yo'q. U vaqtda siz avtomatiklam jumlalarni tuzalaydigan va ishlatalaydigan holga kelib bo'lgan bo'lasiz. Shuning uchun savoqdoshlarning hozirgi bu o'rganish bosqichidagi bu qoidalarni bak murakkab o'ylab olmasligini va savrichanlik bilan, astoydillik bilan darslarni yaxshi takrorlab, yaxshi o'zlashtirib, menga tilakdoshman. Kelasi qadamliq darsimizda ko'rishcha, amon bo'linglar. Allohga emanet.